filiali mahallaviy ishlash bo'limida kredit pullarimiz bor, shular bo'yicha mahallaviy ishlash bo'limimizda mahalla loyihasi DCP magistri ishqalarida 312 parovoz berilgan kreditlarimiz bor. Endi hozir DCP mag degan kredit dasturimiz bor. Unda 17 milliongacha 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozlarni beriladi. Agar ayol kishi bo'lsa oluvchi 23%dan, erkak kishi bo'lsa 25% beriladi. Keyin mahalla loyihasi bor. Mahalla loyihasi asosida kreditlarimiz bor. Bu 5 yilga 2 yil imtiyozlar bilan beriladi. Bu ham xuddi shunaqa. Ayollarga qulay yaratish maqsadida ayollar bo'lsa 23%, erkak kishi bo'lsa 25% ajratiladi. Endi 312 qaror bo'yicha ajratilgan kreditlarimiz bor. 100 million so'mgacha ajratiladi. Faqat tadbirkorlik subyektlari uchun ajratiladi. Bu ham shu ayol kishi bo'lsa rahbar, o'sha tadbirkorlik rahbari, oilaviy yorqinlar bo'lsa ham shu rahbar ayol kishi bo'lsa 17%, erkak kishi bo'lsa 19% dan beriladi. 5 yilga 1 yil imtiyozlar bilan beriladi. 3 million so'mgacha beriladi asosiy garov asosida. Keyin shu narsani bo'lib ketishim kerak. Faqat Agrobank o'zini hududiy mahallalarga o'ziga bo'lgan mahallasi bor. Agrobankga o'zining mahallasi bor, Xalqbankga o'zining mahallasi bor. Sektor o'g'arib ketdi-yu. Men sizlarga hozir aytsam, birinchi sektor, misol yangi qishloq, yangi bor, ko'pini bori, obod, nurafshonlar shu Agrobank hududiga qaraydi. Shu har bitta mahallamizda mahalla agentlar saylangan, o'sha hokim yordamchilari bilan tashkil qilyapti. Agar kredit olish istagini bildirsanglar, o'sha mahalla agentlariga uchrasanglar, o'sha biz bank hududiy mahallada istiqomat qilsanglar, shu kerakli agentlar qilishib sizlarga yordam beradi. Keyin agar xullas ko'raman tadbirkorlik subyektlari bo'yicha ham tushuncha beray. Agar oldin bir yil ochilgan, bir yil bo'lgan bo'lishi kerak, tadbirkorligiga aylanmasi bo'lishi kerak yoki oldin oylar tadbirkordan kredit olib, hali 30 million kredit berganmiz oldin, o'shani olib turib kechiktirmasdan to'lagan bo'lsa, o'sha odam